O kızcı, siz bilen Dadıber, anı başka sizin ağacınız oldu. Onun ismi Şehide. Şeyden? Ey balam, anan degan gaplarning hammani qulqumala anlading'u? Sening qiziga qilgan aqidangning hammasini nolga tanqibatdi. Dak nim deydi o'tqa aymanmasdan. Qizimni kadrga beraman deydi mening oldimda. Nergize bilen boğaçsanız qanday olib ketdik? Nemesin deysiz? Şu dadam bilen sizin uyga yapınız. Soğuşup kaldı deme. Unda olsa Nergize bilen boğaçsanız nişed ahırlaştı deyli. Bu üstü işim unur ketdi, devdatdan. Hazır munçadan çıkan dekle kılsam. Ya kaya qancha bo'lsin aka qonundak ishlamasdi bu ki. Mehnat bilen taraqquzga adamning üstü işi mehnat oldu. Ancha muncha tapiraydi. Sen uyg'un bormay udulli shirkat keldingmi nima ha? Ya daş ögü bağımdı. Müddettin 10 gün burun çıkamaz mı? Ödükülen tuyuksuz hoş kılı öteyi depşir. Men üçün çık riyazet çekti adaş. Onda deme adaş, senin doktorxanalık olmanla bakayçı demedi. Aliye degan kızның iş toğırlık aldığın hicalet öp yürsem, bu İmran orup qoyap tıkım hicalet kıldın adaş. Manqıga adamgerçilikini yüçe qıp koymasma ha? Onda deme adaş, Allah'ınla onda deyişip yüksek, neremizde ağın digil boldu. Şunda mı o qadi? To'g'ri. Yigit. Ilık Aliye diyen kız bana işini sözlep verdi. Düşmanlarga işinip, senden rast rencip yürüp deme adaş. İmran diyen güydün, ikilimizin içinde bırakla elvettim digine. Oğa valla. Bapta adaş, biz bir-birimiz bilishmaydigan adam bo'lmagan ekan. Sen şeylerden ko'rishib chiqamsan ya. Ha, shunday qilay adaş. Ilibika ishdan tushib ketmasin yana. Ilık Aliye diyen numussizin de hep şeyden konuğunu rencitip koygandım. Kayısı yüzüm bilen kiremem onun kaşığına. Man qara adaş. Bu qizval degan bağı sana o'xshash mard yigitga biroq qara. Onun ustiga makasabbatning qizlarni keltirgan ajoyib payz hunarlari bor degana. Shu. Qizlar degancha qara. Sana o'xshash sho'x. Kelishgan suyuq o'g'illar dehshat amroq deyman. Hadi çıkmayla tillab kettin go mene. Yaxshi gap ochiq bo'lar, shayda girsan tatliq bo'lar deydigan gap bor. Hadi ama maqal temsilin fakat o'qishimda juma. Ona yo'qab ketsam shashilishib qapsan go. Adaş, mana dikka chiqib shayda bilan ko'rishib kel. Haras, shaydan kech tamoq chaqirib qo'y. Biz uzoq bo'ldi yig'ilmag'ili. Sen uchun bir dasturxon salay adaş. Ma'qul adash buldum. Qadi, Ha, sana deydigan bir gap bor qara. nima ish? Yaqinda seni bölüm başlıqlıqqa o'stiray deyman. Voy ha. Maşınga 1000 koy qo'shib beraman. Ha. Sug'urtani kelar oydan boshlab topshirma. Qanday? Ama gipin rasmi ya. Albatta rost. Kila bir bak ketdi. Üstüvşin onu yuqqa kiyimni maynat qilasan. Qara. Men sana bir vaziyat topshirman qara. El telefoningga bir telefon nomeri bilan bir payjon nomeri avatdim. O telefonning egisini payjon nomerining shoferini topgandan keyin uni qaysi adresga kimning aniq opirdiganligini surishti qilsa. Tushundingmi? Ish qanday o'tirib qildiga ishimga desam, razvedkilik qilmaydigina. Sango zat yaxshilik yarashmaydigan nima? Menga chiqib uning to'shig'ini ayjuga. Ha, bo'ldi. Qissamni bilamda. O'sha men sal lukcha qo'ygan ekan tejda haqni urib qo'ymayman deb ansirayotganman. Hey, o'zingning mijozini o'zing kontrol qilolmaydigan odam men bilan istiqbol to'g'riliq paranlashamsa? Ha, bo'ldi, ziyali men qissam bilamda. Kilash. Ha, qanday oldu? Bardıgan oldu. Ha, biz uni so'rimdiq. Qanday shaydasini ko'rib quchoqlab yig'lab ketdim-ku ya. Hoş olup ketdi.
bək tetiksiz nimkansiz cümasi. Bu ya onun eri olmasa yığılab ketadiğanga yakında yakmış Hindistan filmlerini cık görüp sel sevda yok kaldın mı sen? Men mu xata gaqimdim. Şu beshimdan o'tgani deb turibdim ha. Ayni vaqt mening qiz do'stim yig'lab turamiz. Men xayrlik istadim. Ya seni vağınmış zavodның avaz kallağını yep ketken gap. Ya vetivallahның tuxumni yep kaldın mı ya vat kılğanga. Adaş sen ketkenden yakmış da kasıldaylanan kasko kaldı ba. Ay baldi hamda. Manam da. Hala. Hoş. Undaqda hammamiz yig'ilib turaq. Hammalar to'liq gap qildik ha? Imron bilan Aliyadan boshqa hammamiz gap qildik. Qaraganda Imronning peshvollarini xil sig'inib qolgan o'xshaysa. Ha, xo'shamning yo'qligiga o'ylamda chiqish deb qo'ydim. Ya bo'lmasa ahaliyan sig'inib qoldingmi ya? Nima deyish kerakmisan bular? Adaş, rasm tushgan bo'lsa ayniqda. Lekin sen eskartib qo'yay. Qiz bilan rasm tushsan sal qimmat to'xta ekajmi? Xotirjam bular bakbomiz kipakdan chiqib satami. Kipak satsan o mayli. Ertagim qonni sotirga chiqmasa yana. Chaqchaqmoq qilishdi. Undaq men bir ishga qilay. Bugun Dilyar og'inamning chiqqanligini qizg'in qarshi olamiz. Jinim og'inam meni de ko'p riyozat chekdi. Buningki ishlaring o'ngishliq, tening salomat bo'lsin. Rahmat adaş, sizlerdek dostlarım bolğanlık için pəxəldim mən. Dostunuz üçün xoşam. Qıg'ning haqiqatda arzugdek ish oldi. Sen onu doktorxonaga kirgizib qo'ygandan keyin uning zaharxan ishlarining hammasi to'xtadi. Hə, unchilik işlərini bir peşola yo'q qilmanğa mən qadiqa qadaş. Hatta apone. Ay yanchiqli shishi bo'lg'achqa bir ta'lim qilib doktorxonaga kirgizib qo'ygansan. Hey, Dilyar hech bo'lmasa, maydisiga aynak dastlab bo'lsin doktorxonaga yotqizib qo'ydi. Sen Qashqarga berib, telefon tatqizib, o'lgidek tayoqni yeb, go'mishda kegning isoni bordi. Ay unut qalayam. Chaqchaqmoq qilishdi. Tamoqdan og'ash. Avval tam, ondan kalam deb tika. Ha, shu ilonlar. Yo, ish qilishda asta, va tamoq yeyishni boshda deb, ma Ajdirxon ko'tarib yurtam siyadash. Uni yeversa men kipak toshiydigan odam qolmasmikan? Ha, ilonlar. Aras, eng muhim ishni men unutib qoldim. Va bizning Nargiza bilan Shaydadek bir otadan bo'lgan oji singillarni tuqqanlik darajasini o'stirib, bir joziga jam qilganligimizni qizg'in tabriklayman. Bu qandaqsiga acısın olub ketdi bular. Shuni deyman, men bir shirkat turib, men bilmaydi ekanman ha. Hey, bu İmranның məxfiyyətliki dаңla, o yandan axırını çıxıranmay, bu işkisini ayetsini qılıb qoy dаңla. Şöndürüb qoy adaş. Adaş, bunu desəm bək uzun vəqə digine. Ən yaxşısı qaytqaş aldırmay dep berək. Tamaqda elanla aval tam, andan kalam dep tike. Ha, ilonlar. Qoy, yani bir mühim işini unutulub qapdım. Oy, neymiş? Bizning qadini var o. Deymi demeyim? Vay digine. Digine adaş ya. Baldı demək üçün. Vay digine çaqqan. Qadini bizning qizil almış şirketining setiş bölümünün bölüm başlığı ustadı. Bana adaş, kaçalılı karısı kucaklayayım dep toğa. Ben ya mağaptım amsam seni ha. Eyvallah. Qalğan çiyanglar bugungi sorunning pulini men to'layman. Ma qadini var o, tuğulup ta hazırgıça birisi mimon qilay degan gapini anglab baxmı qadashman. Mərtləşib qalsa qadıysan bu. Men degan hozir qizlar almış shirkatining bo'lim boshlig'i. Qalğan çiyanglar. Shunda bo'lsinmi? Santiq mimon qilish navbat ekanmini. Kim bo'lsin ha? Bo'ptansi. Aca elan, göçten çıkrak yan. Rahmat. Siz neyla? Sizni açıqamroq deb anglaymanmi? Hoy, unda desangiz men qozon lazdan hammani yavtib juma. Qandaq acam zərbəsim yeyman. İçiniz yetişib getdimi? Hoy, yağla. Ara şeydə, ma Dilyarni birə bölümdən bölüm başlıq qılmasa qo'ymay juma. Ma'qul. Bu ishni sizga topshirdi. Bo'ldi. Bo'ldi adaş rahmat. Suyuq qumjuma. Voy qo'yay.
Ben de bilek hammalar bir yerde yig'ilishib ko'ngilli xizmat qildi ekansizlar. Qap xudo qatim kelgan vaqtimda bir muncha xizmatdoshlarni ayvolmaydigan bo'lsam. Vay ashtalıqlarına çıraylık çesteyi kızana kaçkılına. Doğu karanlık özen birazla vakit çıkarıp yürüp koyma. Ha, yurib qo'ymadan do'stlarim yordamda yaratmamdi sizni. Ben diye hazır kız almış şirketinden bölüm başladı. Ha, undan vaqt kelgan kurli ya. Ashtalıqın cuma mısın? Voy. Xo'shamat payzon va degan bilan a? Yalnız yürüp ziyiripti. Xo'shamat qilishni o'rganguncha kipak bitsin o'rgansan-chi. Kipek de. Ben diye bölüm başlık hazır. Shaydagi mancha aql qo'y. Bo'lmasa mashina ustiga emas, past qarab manga ashqi. Go'sh. İlim. Ha. Ha, akam. Kolam yetmedi ya. Ilanglar. Sana mı kılamdım ya? Ala qiz bolamdan baqamding sen. Sen yine ama. Vallahi başağına xogosi acayip o'xshaydi-ki, davomli kaptirlar. Ha, söz. Hey, emas men Nargizdan apirib qo'yay, ayt ko'rsizlar. Maquldash bo'ldi. Ma'qul Maqul bosh. dikkat kılın lan hamsa. Hadi adash men Shaydani uyga kirib o'tay. Ayt ko'rchilar. Maqulabsan, xo'sh. Muhabbet tapmagan diken özlem güm az. Maş. Ya taksi! Tezlik. O kançılık on bu ne kapırla? Bu ölçem 32 tonna, şu 32 tonna on bu. Bunu ben topta sıfazır yapayım. Eğer bakandan keyin şu topta sıfazır uzun adım var. Maşını aydap akış kitap, onu çöp. Taşlap koygandan keyin maşını açık bir daha. Ben kendi hesabını işlep yaptım. O kançıncı kıtam kelişiniz? Bu 4. kadem gelişim. Telefon numaranızı da yapayım şu Uniyetke'yi de açtı kasmayın sizlerle. Buldu. Sen bak, cucusu, arsası. Buldu. Neresi yalnız bir şifatte soruyor. Ma Peugeot numuru bilen madem tunam da. Turmaydı ki ben bunu. Ol rahmet emsa. Hay. Hazır biz kaptıken benim peşimga. Bizim bazı işlerini sorap, bizim aynı bir oduşutkan maşinninki Peugeot numarını gösterip, bazen gaplarını sorap, bazı şu toptan sıfazı tarafke karab mağdı. Şunu dep koyay degen. Buldu. Maqul buldu. Maqul. Sana neye gitti atkandı bu gıyla onunla?
Yana bir bozor bir berib boqay. Voy sizin qaysi shamol uchatib keldi deyman. Telefon qilgan bo'lsangiz o'zim oldingiz chiqdim emasmi? O'zimiz bilib kelaverdik. Qarasam shamol sharqdan chiqib o'tibgan. Qiziqchi odamda siz. Ha, biray shulan kelganmi? Bozor ahvolini bilib boqaylar kelgan. Ha, bozor yaxshi-da aka. Bozor yaxshi-da, yaqinda buyon bizga mol yetishmayotdi, ambali quruq. Arliqda birisi biz mol berayotgan oshxona, talla bozori, chayxona deganlarga bizdan bahona shurupni beribdi. Yakan narsa mendan boshqa vakolatchilardan birini topdingizmi? Shuni bilib boqaylar kelgan ukam. Bu nada gapni qilgansiz aka. Siz yakandan bosh vakolatchisi tursangiz, sizdan boshqa odamga vakolatchilikni beramda. Uni ustiga uni sizga ham berayotgan tursa. Undaq bo'lsa birasi zavoddan birini qurib qizil olma markali qullarni bozorga selib o'tamdi. Yo'q. Undaq ish yo'q aka. Vakolatchilarga mol bergan tizimlikni men ko'rib boqsam bo'lamdi. Bo'ldi. Men hozir o'rlashtiray. Ha? Bay, barliq vakolatchilarga mol berish tizimligini kirib beraman. Ha. Ma'qul. Hozir kirib bergan bo'ldi. Talonlarda mas'ul yo'qkan bo'lmasa, mening bazorimni ish qalaymiqan bo'ldi. Mana qo'ysin aka. Biz bu qitim zakaz tushganda boshqa noy shaharlarning zakaz ahvolini tekshirib, bir selishtirib boqaylik. Ha? Bo'ldi. Men bu bozor ahvolini isqoqlab tekshirib boqay. Biz bu masalani tezroq hal qilishga tirishamiz. Ma'qul emas, vaqtimizni olmayman, qaytay. Ma'qul aka. Alloh o'zib turay. Ma'qul.